Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz mavsumiy allergik kasalliklardan biri, eng ko'p tarqalgan turlaridan biri allergik rinit haqida suhbatlashmoqchimiz. Allergik rinit bu mavsumiy kasallik bo'lib, asosan bahor oylarida ko'p uchraydi. Bular asosan nimalardan kelib chiqadi? Bularning asosiy sabablari nima? Bular haqida bafurja suhbatlashamiz. Allergik rinit burun shilliq qavatining o'tkir va surunkali yallig'lanishidan kelib chiqadigan kasallik bo'lib, bularni asosan burun nafas olganda va nafas yo'llari orqali tushgan antigenga nisbatan burun shilliq qavatini o'tkir va surunkali immun javob reaksiyasi hisoblanadi. Bular asosan boshlanish oylarida mart oylaridan boshlab buyog'i erta yoz oylarigacha kuzatiladigan kasallik turi. Allergik rinit ko'proq boshqa kasalliklar bilan birgalikda kuzatilishi ko'p kuzatiladi. Ularga masalan allergik konjektivit, bronxialniy astma, atopik dermatit kasalliklar bilan birgalikda kelishi ko'p kuzatiladi. Bemorlarda shu kasalliklar bilan chalingan paytda allergik rinit ham birgalikda ko'proq kuzatiladi. Bularning ko'proq kelib chiqish sabablaridan biri o'sha changlar, o'simlik changlari, gullar va mog'or va sporalar bular kiradi. Asosan allergik rinit qo'zg'atuvchi turlariga. Allergik rinit boshqa kasalliklardan qanday farq qiladi? Asosan bemorlarda burun bitishi, burundan suv kelishi